Assalomu alaykum. 3-darsimizga xush kelibsiz. Bugun biz kursimizning boshlang'ich mashq darsligidan boshlaymiz. Bu kursimizning asosi hisoblanadi. Bu darslikda biz nimani ko'rib chiqamiz? Mashqimiz nimadan iborat bo'ladi? Peshonamizdagi katta mushakni biz yumshatib olamiz. O'zi mushak nima sababdan qotadi? Biz o'zimiz bilmagan holatda mushaklarimizni faol ishlatganimizda bu yerdagi katta mushak qotib qoladi. Demak, biz birinchi buni yumshatib olamiz, keyingi mashqlarga tayyorlab olishimiz uchun. Buning uchun nima qilishimiz kerak? Birinchi gavdamizni tik tutib o'tirib olamiz. Juda ahamiyatli bo'lishimiz kerak. Nafas olib, nafas chiqarishga. Va bu mashqda biz qo'l kaftlar bilan ishlaymiz. Qo'l kaftlarni teriga qattiq botirib yubormaslikka va qattiq ishqab yubormasdan teriga zarar yetkazib qo'ymaslikka harakat qilamiz. Demak, ketdik, birgalikda mashqni boshlaymiz. Endi 1 daqiqa mushaklarimizni bosib ushlab turamiz. Ozgina bosim berib. Nafas olishni esdan chiqarmaymiz. Chuqur nafas olib, nafas chiqaramiz. Peshonani bo'shatayotganimizni his etaylik. Demak, qo'l kaftlari bilan massaj qilib olamiz. Peshona mushaklarini 1 daqiqa. Nafas olish esimizdan chiqmasin. Chuqur nafas olamiz va chuqur nafas chiqaramiz. Bu narsani 2-3 marta qaytarsanglar bo'ladi. Yengil massaj qilib yuqoriga ko'taramiz. Ozgina bosim beramiz, ko'p emas. Mana birinchi mashqimizni bajarib oldik. Bu bizga nima berdi? Biz peshona mushagini bo'shatib oldik. Endi siz har kuni 2 mahal, ertalab va kechqurun mana shu mashqni 3 martadan bajarib yurib, yana ham yaxshi natijaga yetaklaysiz. Bu narsani bajarish bizga nima beradi? Keyingi darsliklarimizdagi mashqlarimizda unumli bo'lishi va peshona mushaklari bilan ishlashimiz oson bo'lishi uchun bizga yordam beradi. Bugungi darsimiz shundan iborat edi. Keyingi mashq darsliklarda ko'rishguncha xayr.